Hammaga salom. Demak, biz davlat va huquq asoslarini o'rganishni davom etyapmiz. Azizlar, siz bilan o'tgan darslarda jamiyat va shaxs mavzularini o'tdik va juda muhim bo'lgan ikkita terminni o'rganishga harakat qildik. Bugun ham davlat va huquq asoslarining eng asosiy bo'lgan tushunchalardan bittasini bilib olishga, o'rganishga harakat qilamiz. Bu davlat mavzusi. Ya'ni davlat nima ekanligini tushunishga harakat qilamiz. Odatda yurisprudensiya yo'nalishida o'qishni xohlaganlar bu tushunchani bilishganday o'zlarini tutishadi, lekin bu qanchalar to'g'ri? Ya'ni biz siz bilan qanchalar davlat tushunchasini tushuna olamiz? Mazkur darsda bugun siz bilan azizlar buni bilib olishga harakat qilamiz. Siz bilan jamiyatning qisman tarixda rivojlanishini o'rgandik. Ibtidoiy jamiyat haqida gapirdik. Ya'ni butun odamlarning birlashib, birgalikda jamiyatda vazifalarni belgilab, jamiyatni boshqarishga harakat qilganliklarini tushundik. Bu ibtidoiy demokratiya, ilk demokratiyaning shakllaridan bittasi aslida. Lekin davlat qachon vujudga kelgan? Ya'ni davlat instituti qachon paydo bo'lgan? Mana shu haqida gaplashmadik hali. Aslida ibtidoiy jamiyat davomida har bir odam, har bir inson o'zining ovoziga ega bo'lgan va boshqaruvda ishtirok etgan. Ya'ni ma'lum bir boshqaruvchi bo'lmagan. Ma'lum bir boshqaruvchi vazifalarni bo'lmagan va insonlar o'zlari vazifalarni bo'lishgan, o'zlari kelishib vazifalarni bajarishgan va faqatgina boshqaruvchi vazifasini amalga oshiruvchi inson bo'lmagan. Va jamiyat bunday rivojlanishni davom etgandan so'ng, vazifalar ko'payganidan so'ng va boshqaruvchi roli, jamiyatni yo'naltirib turuvchi roli qanchalar kerakligini insonlar tushunganidan so'ng, jamiyatda mana shu boshqaruv elitasi paydo bo'lishni boshlagan. Ya'ni insonlarga vazifalarni bo'lib beruvchi, ularning muammolari bilan shug'ullanuvchi inson paydo bo'lgan. Yoki insonlar guruhi paydo bo'lgan. Ular endi masalan ov qilishmagan yoki borib aytaylik uylar qurishmagan, ular faqatgina boshqaruv rolini, boshqaruv vazifalarini amalga oshira boshlashgan. Ya'ni jamiyatning ma'lum bir qismi, ma'lum bir insonlar jamoasi qo'liga hokimiyatni olgan. Ya'ni insonlarni majburlash, yo'naltirish va boshqarish funksiyalarini amalga oshirish jarayoni boshlangan. Va mana shu nuqtada davlat paydo bo'lgan. Hozircha tarixiy qismidan xulosa chiqarganimizda, demak davlat bu insonlarni boshqaruvchi, insonlarning haq-huquqlarini himoya qiluvchi va ularni ma'lum bir hududda, ma'lum bir aholini jipslashtirib, umumlashtirib, umumiy qilib hayotlarini yo'naltiruvchi bir institut ekan. Endi bugun davlat nima? Bugun ya'ni 2025-yilda 21-asrdagi davlatning ko'rinishi qanday? Ya'ni qaysidir siyosiy tashkilotni, qaysidir siyosiy tuzilmani biz davlat deb atashimiz uchun yoki o'tgan darsda ham aytganimizdek insonni hayvondan ajratib olishimiz uchun qaysi belgilar kerak? Davlatni boshqa siyosiy tuzilmalardan ajrata olishimiz uchun, mana shu davlat deya olishimiz uchun qaysi belgilar bizga kerak? Masalan, aytaylik, sizning kitobingiz, buni biz aslida to'liq kitob ham deya olmaymiz, chunki bu darslik. Buni darslik deyishimiz uchun uning ma'lum bir belgilari bor. To'g'rimi? U ichida demak sizga ta'lim beruvchi ma'lum bir mavzular bor va bu mavzularning yig'indisi, tekstual yig'indisi, demak darslik deb atashimiz mumkin. Xuddi shunday ma'lum bir tashkilotni davlat deb atashimiz uchun ham uning belgilari bo'lishi kerak ekan. Va sizga kitobingizni yaxshilab o'qisangiz, bu belgilar ko'rsatilmoqda. Demak, keling siz bilan davlat tushunchasiga, davlat tushunchasining belgilarini
berib o'tamiz va birinchi belgisi bu aholi va hudud. Ya'ni ma'lum bir tashkilotni biz davlat deb atay olishimiz uchun uning aholisi bitta yagona hududda birlashgan bo'lishi kerak ekan. Misol keltirib o'taman. Agar siz internetda izlasangiz, qidirsangiz, onlayn davlatlar chiqib kelishi mumkin. Bugungi kunda dunyoda shunday praktika bor. Onlayn davlat, ya'ni umuman hududi bo'lmagan, raqamli dunyoda o'zini borligini davom ettirayotgan va o'zini davlat deb atayotgan tashkilotlar bor. Lekin huquq nuqtai nazaridan biz ularni davlat deb atashimizning imkoniyati, mumkinoti yo'q. Sababi ularning o'ziga tegishli bo'lgan hududi yo'q. Yoki aytaylik, ma'lum bir inson katta bir orolni sotib olib, u yerda o'zining qandaydir davlatini shakllantirishga harakat qilsa-da, bu siyosiy tashkilotni, bu tashkilotni biz davlat deb atay olmaymiz. Sababi uning o'zining aholisi bo'lmaydi. Keyingi, demak, belgimiz bu o'zining qonun tizimi, o'zining huquqiy tizimi. Har bir davlatning o'zining huquqlari, o'zining qonunlari bo'lishi kerak ekan. Ya'ni davlat o'zining ixtiyorini, o'zining xohishlarini aholisiga, xalqiga o'sha qonunlari orqali, o'zining normativ huquqiy hujjatlari orqali yetkazar ekan. Va mazkur normativ huquqiy hujjatlar, qonunlar tizimi ham juda kerakli ekan. Ya'ni ma'lum bir qandaydir bir dona normativ huquqiy hujjat, bir dona qonun emas, balki mazkur qonunlarning iyerarxiyasi. Bu haqda biz keyingi darslarimizda siz bilan batafsil gaplashamiz. Davlatni o'zida aks ettiruvchi, demak, 3-chi belgimiz bu davlat apparati ekan. Davlat apparati davlatni ko'rsatib turuvchi juda asosiy belgilardan bittasi. Sababi davlat apparati agar bo'lmasa, biz u siyosiy tashkilotni davlat deb atay olmaymiz. Davlat apparati nima? Davlat apparati bu davlatni va xalqni boshqarib turuvchi ma'lum bir mansabdor shaxslar va davlat organlarining, oliy davlat organlarining tizimi, mexanizmi. Demak, davlatda boshqaruv funksiyasini amalga oshiruvchi davlat organlari va mansabdor shaxslarining tizimli ravishda ish yuritishini biz davlat apparati deb atarkanmiz. Har bir davlatning o'zining apparati, uni boshqarib turuvchi tizimi bo'lishi shart ekan, biz uni davlat deb atay olishimiz uchun. Keyingi belgimiz bu davlat suvereniteti. Suverenitet deganda biz davlatning ichki va tashqi siyosatida mustaqilligini tushunar ekanmiz. Demak, biz ma'lum bir tashkilotni, ma'lum bir tizimni davlat deb nomlashimiz uchun u mustaqil bo'lishi, u suveren bo'lishi, u o'zining ichki hududida aholisiga, xalqiga nisbatan va tashqi siyosatida o'zini mutlaqo mustaqil, mutlaqo suveren harakatlar amalga oshirishga qodir bo'lishi shart bo'lar ekan. Va yana bitta belgimiz bu soliq tizimi. Demak, har bir davlat o'zining vazifalarini amalga oshirish uchun albatta uning iqtisodiy va moliyaviy zamini bo'lishi kerak. Ya'ni fundamental o'sha ularga kelib tushadigan pul mablag'lari bo'lishi kerak ekan va soliq tizimi ham xuddi shunday. Soliq tizimi demak davlatni funksionalini, davlatni ish faoliyatini davom ettirishi uchun juda zarur ekan va soliq tizimining mavjudligi ham davlatning belgilaridan bittasi hisoblanar ekan. Demak, azizlar, siz bilan ko'rib chiqdik. Davlatning asosiy 5 ta belgisi mavjud ekan va mazkur 5 ta belgini o'zida mujassam etgan siyosiy tashkilotni biz davlat deb atashimiz mumkin bo'lar ekan. Siz bilan o'rganishimiz kerakli bo'lgan keyingi mavzumiz ham aslida davlatga tegishli bo'lgan mavzu, bu davlat funksiyalari.
davlat funksiyalariga o'tgunimizga qadar siz bilan, hurmatli abituriyentlar, siz funksiya so'zini tushunib olishimiz kerak. Funksiya nima degani? Mana aytaylik, qo'limda ushlab turgan mazkur ruchka. Bu ruchka qanday funksiyalarni amalga oshiradi? Bu uning asosiy amalga oshirishi kerak bo'lgan funksiya bu yozish. Biz ruchka bilan yozamiz. Ma'lum bir rangli ruchkalar bilan biz chizishimiz ham mumkin. Ya'ni chizish funksiyasini ham amalga oshirishimiz mumkin. Demak, har bir mavjud bo'lgan narsaning o'ziga xos bo'lgan funksiyalari mavjud bo'lar ekan. Ular amalga oshirishi kerak bo'lgan, ularning yaratilish sababi bo'lgan qandaydir faoliyat turlari mavjud bo'lar ekan. Funksiya deganimizda biz u funksiya tegishli bo'lgan subyektga qarab uni ma'lum bir faoliyat turi deb atashimiz mumkin ekan. Demak, davlat ham siz bilan hozir tarixiy qismida ko'rib chiqqanimiz kabi davlat ham ma'lum bir faoliyatni amalga oshirar ekan. Davlatning ham ma'lum bir funksiyalari mavjud ekan. Demak, u boshqaruv funksiyasini, uning asosiy funksiyasi bo'lgani kabi, lekin uning aholiga tegishli bo'lgan, aholiga foyda olib kelishi zarur bo'lgan funksiyalari ham bor ekan. Ulardan bittasi ijtimoiy funksiya. Masalan, ijtimoiy funksiya doirasida, ijtimoiy yo'nalish, faoliyat yo'nalishi doirasida u aytaylik, sog'liqni saqlash kabi yoki ta'lim berish kabi yoki insonlarning ma'lum bir toifasiga, aholining ma'lum bir toifasiga aytaylik, nafaqalar berish kabi, ularni qo'llab-quvvatlash kabi vazifalarni amalga oshirar ekan. Va mana shu vazifalarning hammasi birlashib, demak, o'z o'rnida bitta uzun faoliyat turini shakllantirar ekan. Demak, ko'ryapsizmi? Masalan, hozir aytib o'tganimdek, sog'liqni saqlash, ta'lim berish yoki aytaylik, nafaqa berish, aholini ish bilan ta'minlash, bu har xil davlatning vazifalari va bu vazifalar o'z o'rnida birlashib bitta umumiy faoliyat turini, bitta umumiy deylik funksiyasini, davlat funksiyasini keltirib chiqaryapti. Yoki boshqa bir yo'nalishni olsak, davlatda aytaylik, davlatning masalan insonlarning huquqiy madaniyat va huquqiy ongini yuksaltirish kabi bir vazifasi ham bor. To'g'rimi? Insonlarga qonunlarni yetkazish, u qonunlarning mohiyatini tushuntirish kabi bir vazifasini olaylik. Yoki olaylik, masalan, insonlarning huquq va erkinliklarini himoya qilish yoki buzilgan huquqlarni tiklab berish kabi vazifalari bor davlatning va bu vazifalarning hammasini birlashtirsak, biz huquqni muhofaza qilish yoki o'sha umuman olganda huquqqa tegishli bo'lgan vazifalar birlashib huquqni muhofaza qilish funksiyasini, huquqni muhofaza qilish faoliyat turini, davlat faoliyat turini vujudga keltiryapti. Va bunga o'xshagan funksiyalar davlatda juda ko'p. Endi sizning kitobingizda belgilangani kabi biz funksiyalarni ikkiga bo'lishimiz mumkin. Bu demak davlatning ichki va tashqi funksiyalari. Ichki va tashqi funksiyalari demak davlat faoliyatining qayerda amalga oshirilayotganiga qarab belgilanar ekan. Agar davlat o'z vazifalarini va o'z faoliyatini davlat ichida amalga oshirayotgan bo'lsa, masalan, xuddi o'sha sog'liqni saqlash yoki maktabgacha va maktab ta'limiga bog'liq bo'lgan funksiya yoki o'z fuqarolarining huquq va majburiyatlarini himoya qilish kabi funksiyalarni oladigan bo'lsak, bular ichki funksiya bo'lyapti. Yoki diplomatik munosabatlarni rivojlantirish, boshqa davlatlar bilan ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy munosabatlarni qurish kabi funksiyalarni oladigan bo'lsak, bu endi davlat hududidan tashqarida amalga oshirilayotganligi uchun davlatning tashqi funksiyalari bo'lyapti. Azizlar, siz bilan bu darsimizda demak
davlat umuman nima ekanligi, ma'lum bir siyosiy tashkilotni davlat deb atay olishimiz uchun unda qanday belgilar mujassam bo'lishi kerakligini hamda davlat funksiyalari umuman olganda davlatning faoliyat turlari qanday ekanligini o'rganishga harakat qildik, hurmatli abituriyentlar. Va sizga bugun bo'ladigan tavsiyam, demak, kitobning 4-chi, 5-chi va 6-chi mavzularini yaxshilab o'rganib chiqishingiz, u yerdagi berilgan yangi bilimlarni o'zingizga olishingiz va videomiz oxirida sizga albatta testlar va kazuslar taqdim etiladi. Ularni ham kitobni o'rganib chiqqandan so'ng yechishingizni tavsiya bergan bo'lar edim. Izlanishdan, huquqni o'rganishdan va huquqni targ'ib qilishdan tolmang. Siz bilan H-Pro loyihasi bo'ldi. Talabalar assotsiatsiyasi doim sizni kutib qoladi.